Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyamızla başlayımız. Leksiyadası da gacırızı. Washington'dan sözleyimiz. Biz yakından beri siyasi vaziyetten özgürlükçüsü toxtulup geldik. Mesela en halkalık mesele Prezident Trump'ın bir cüngü siyasetiga çirmilip kalımız mı degen siyasi göz qarashda vazgeçkenligini gördük. Bu to'g'rida matbuotlar xilma-xil gaplarni qilishdi. Mesela New York Vaqt gazeti baş egdi teslim bo'ldi degandek gaplarni qildi. Biroq shu narsani tushunaylikki, hurmatli vatandoshim, hayotda tub-tuz yo'l yo'q. Bu odatdagi gaplar. Lekin hayotning o'zi bir eqim, bir jarayon. Bu jarayon harakatli jarayon, faoliyatli jarayon. Hargiz to'xtab qoladigan, jim turadigan jarayon emas. Shundaqla odamning hayoti shundaq bo'lgandek, bir davlatning, bir xalqning hayoti shundaq bo'ladi. Bir davlat bilan bir davlat o'tirishga munosabatmi shundaq bo'lib turdi. Bir kun unda o'zgarib turdi, bundaq o'zgarib turdi. Masalan, biz vaziyat degan narsaning o'zi nima desa, vaziyat deganimizning o'zi amaliyati jamiyatlashgan va yoki kayfiyatlashgan hodisalarning o'rlab turishi, tushib turishi va o'rlab turishi deganlikdir. Shundaq desaklar bo'ladi. Bu vaziyatga ta'bir bergan bo'lamiz. Endi bugun to'xtalgan maqolalar, leksiyalarimizni qarasangiz, yana tunugungi vaziyatning boshqa o'zgarganligini ko'rib yetasiz. Bugun so'zlaydigan birinchi mavzu, hurmatli vatandoshlar, bunday bo'ladi. Amerika pul masalasida nihoyat tez arada Jungo'ga harakat qo'llanamdi. Mavzuli xabar 2-ayning 14-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington. Amerika Jungo ishki davlat rahbarlari yaqinda Oqsaroyning deyishicha nihoyat yaqinlik do'stona qiyofatda telefon suhbati elib bordi deyotgan bir paytda Prezident Trump pul masalasida Jungoga harakat qo'llanadiganligidan bishorat berdi. Gerçi Prezident Trump qanday harakat qiladiganligi to'g'risida aniq bir nima demasami, tahlilchilar Jungoni pulni kontrol qilguvchi davlat deb qatorga qo'shadi va shu qatorda tizimlaydi deb faraz qilishdi. Bo'libmi u, ya'ni prezident bir Jungo siyosiy maydonida o'zgarish hosil qilib, Jungolikning nazarda qog'oz yo'lbosqa aylangandan keyin haftaning birinchi kuni kashda Moliya ministri bo'lib tayinlangan Steven Mnuchin apandi Jungoni pulni kontrol qilguvchi davlat deb qatorga qo'ydi qoldi. Yo'lning darvozasi texata qolmadi deb ko'rsatdi. Mnuchin guvohlik berish yig'inida bunday ko'rsatdi. Pulni kontrol qilishga bor kuchim bilan zarba beraman. Pulni kontrol qilish erkin savdo prinsipi xiloflik qilganlikdir. Bu Steven Mnuchin bu apandi hozir Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasida Amerika Moliya ministrligining ministri bo'lib tayinlanishga vazifaga o'tishga guvohlikda o'tib. Shu yerda yozma shaklda bergan javob edi. Uni vazifaga tayinlash uchun o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida o'tirib qo'ygan yozma javobida Moliya ministrligi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining Moliya ministrligi Jungo pulni kontrol qilguvchi davlat deb jakarlaydigan darvozani texe taqib etmedi deb ko'rsatdi. Guvohlik berish yig'inida Kengash palatasi pul muomala komitetining raisi Oren Hatch onunğa savol qo'yib, pulning kursini tushirishni qaraganda Jungo to'xtatgandek qiladi. Masalan, xalq pulining kursini tushirishni Jungo to'xtatgandek qiladi. Balki hozir pulning kursini tushirishni cheklaydigan davrmi deb savol qo'yganda Steven Mnuchin bunday javob qaytardi. Agar tan olishga erishsa, men Jungoning pulini kontrol qilishni tekshiraman deb ko'rsatdi. Prezident Trump harakat qo'llanish kishilarning tasavvuridagidan tez bo'ladi deb ko'rsatdi. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. U o'tgan haftaning 4-kuni Jungoning rahbari Xi Jinping bilan intayin qizg'in telefon suhbati olib bordi. Ular yaxshi bir jarayonda turyapmiz deb hisoblashdi. O'zaro ikki davlat rahbarlari
yaxshi bir jarayonda turyapmiz deb hisoblashdi. Prezident Tramp orqali tilpindi Jungoning pul siyosati to'g'risida to'xtaldi. Prezident Tramp qanday harakat qo'llanganligini tilga olmagan bo'lsa-mu, nihoyatda aniq shunday ko'rsatdiki, qo'llanadigan harakat kishilarning tushunchalarida yoki tasavvurlarda nihoyatda tez bo'lib ketdi deydigan harakatdir. Bu nimadan darak beradi? Prezident Tramp hukumati 4-oyning oxirida Moliya ministrligi davlat majlisiga topshirdigan har yil bir qatam privatsiya to'g'risida tayyorlangan dokladni e'lon qilishdan burun privat masalasida Jungoga harakat qo'llanadiganligidan darak berdi. Demak, bu privat masalasi tegishish masalasi degan gap. Ammo shu xalq pulining o'rilishini, masalan, $1 20 yuan bo'lishini, 15 yuan bo'lishini yoki 5 yuan bo'lishini Jungo cheklab oldi, tizginlab oldi deb qaraganlik uchun hozir pulni cheklig'ichi, kontrol qilg'ichi davlat qatoriga kirgizishdan Prezident Tramp bishorat beryapti deydi xabarda. Tahlilchilar bunday hisobladi. Prezident Tramp Jungoga yaxshiroq bo'lib, Beijingga bosh egdi deyilayotgan bir paytda ularning o'zining xarakteriga asoslansak, privat masalasi qandaq? Privat masalasini qandaq bir taraf qildi? Savdo masalasi Jungoga texnik qattiq pozitsiya qo'llanishi mumkin. Germaniya bankisining iqtisodshunasi bunday ko'rsatdi. Prezident Tramp bir necha hafta ichida harakat qo'llanishi mumkin deb ko'rsatdi. Germaniya bankisining iqtisodshunasi faraz qilib, Prezident Tramp bir necha hafta ichida saylam davridagi va'dasini amaliylashtirib, Jungo pulni kontrol qilg'ichi davlat deb jakardishi mumkin va Jungoni jazolash xarakterli tadbirlarni o'ttirib qo'yishi mumkin. Jumladan Jungodan kelgan qisman yoki barliq tovarlarga hassilab boj qo'yishi mumkin. Taki Jungo savdo siyosatini, adolatsiz savdo siyosatini to'xtatqicha. Amerika Qo'shma Shtatlar yuqorilarni qilishi mumkin deydi. Endi bu savdo jarayonining butun jarayoni siz bilan bizga noma'lum. Hozir pulni kontrol qilguvchi deganda privat nisbatini kontrol qilguvchi. Masalan, hozir $1 6 yuan yoki 7 yuan atrofida bo'lsa, qo'yib etganda bu $20 va $1 20 yuanga chiqamdi, 30 yuanga chiqamdi. Buning bilan chatoq yo'q. Sen nima uchun kontrol qilding? Nima uchun qo'yib etmaysan? Masalan, pulni kontrol qilish erkin savdo prinsiplarga xiloflik qilganlik deydi. Agar mushundaq bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'ylab ko'ring vatandoshim, $1 20 yuanga yoki 15 yuanga yoki 30 yuanga deyli, chiqadigan shundaq tegishiladigan nisbat darajasi ko'tarilsa, hamma deymiz, hamma tasavvur qilib ko'ring vatandoshim, Jungoning iqtisodi nima bo'ladi? Demak, Jungoning bankisi omonat qo'ygan fuqarolarning pulining qimmati nima bo'ladi? To'niginki $10 yoki 10 yuan, to'niginki $1 yoki 1 yuanning qimmati qanday bo'ladi? Shu vaqtda xalqning iqtisodi qaysi kuni yanchiqdagi pul nega bordi? Nimaga to'xtaydi? Qog'ozga aylandi degan gap. Bunday ahvolning yuz berishi mumkinmidi? Bir tarafdan hozir boshqa tahlilchilar, nazariyachilar unda bo'lmasligi mumkin deydi. Lekin ma xabarning o'ziga qarasak, endi tuniga nima degan to'q, Prezident Tramp bir Jungo siyosiy chirimlanib qilish degan ko'z qarashda yenib ol degan to'q. Men bugungi xabarda pul bilan, savdo bilan Jungo bilan Amerika munosabatini qayta tanishadigan bir yo'lga tushgandek qiladi Prezident Tramp apandi.